Assalomu alaykum aziz muxlis. Tramp garovga olinganlarni qaytarishdan bosh tortgani uchun Hamasga jahannam bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti agar Hamas shanba kuni tushgacha barcha garovdagilarni qaytarmasa, Isroil bilan sulh bitimini bekor qilishni taklif qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp seshanba kuni Hamas harakatidan barcha isroillik garovga olinganlarni shanba kuni tushgacha ozod qilinishini talab qildi. Agar shanba kuni 12 ga qadar barcha garovga olinganlarning qaytarilmasa, men o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni bekor qilaman va bu jahannamni keltirib chiqaradi. Bir kun avval Hamas vakillari Isroil sulh shartlarini rioya qilmagani sababli 15 fevralga belgilangan garovga olinganlarning Isroilga topshirilishini keyinga qoldirish niyatida ekanligini ma'lum qilgan. Isroil tomonidan taxmin qilingan qonunbuzarliklar ro'yxatiga quyidagilar kiradi: falastinliklarning G'azo sektori shimoliga qaytishiga yo'l qo'ymaslik, chodirlar, yoqilg'i, dori-darmon va vayronalarni tozalash uchun jihozlarning kirishiga to'sqinlik qilish. Hamas harakatining isroillik garovga olinganlarni topshirilishini to'xtatish haqidagi bayonoti ortidan Isroil mudofaa kuchlari to'liq jangovar shay holatga keltirildi. G'azo sektori hududi mudofaa uchun qo'shimcha kuchlari bilan mustahkamlangan. Askarlar va qo'mondonlik bo'linmalarining ta'tillari kechiktirildi va kuchlar turli ssenariylarga tayyorgarlik ko'rilmoqda, degan Sahal matbuot kotibi.